Davamlaştırımız leksiyimizden. Şunda Google kompaniyasi erkinlik izlegen ya fikir qilgan kishilarni Jungo hukumatining nima qilayotganligi to'g'risida shunda bir xabar tarqatganda ayni chog'da Hillary Clinton xonim yuqoriqidek Jungo hukumatini tanqidlagan edi. Tanqidlagani shu vaqt için xo'sha Jungoning agentligini dedi. Hillary Clinton xonimning bizni tanqidlaganligi paketga uyg'un emas, paketi yo'q deb ayblagan. 2011 yılı Hillary Clinton hanım Jungo'nun kişilik hukukunu çın tutup Jungo'nun gayri qarashdagilarga zarb berishine bir ahmaklık deb tanqidlab. Amerika Asiyada demokratiya ve kişilik hukuk qurulishini zo'r kuch bilan yo'lga qo'yishi lozim deb ta'kidlagan. Kişilik hukukdan foydalanib Amerikaning Jungo'ni tanqid qilishidan har doim hushyor turadigan Jungoliklar üçün aytganda Hillary Clinton xonimning so'zlari Jungolikning nazarida yomon niyatlik bo'lib hisoblanadi. Kişilik hukukdan boshqa Hillary Clinton xonim Amerikaning Osiyo Tinch okean tangponglashtirish siyosati tashabbus qilg'uchidir. Amerikaning Osiyo siyosatini tangponglashtirish siyosatini tashabbus qilg'uchi siyosiy yo'llar yoki davlat rahbarlarining biri şu vaqt Hillary Clinton xonimi. 2011 yılı Hillary Clinton xonim tashqi siyosat jurnalida maqola e'lon qilib, Amerikaning Osiyo siyosatining manzarasini tasvirlab, orqa-orqadan Osiyo davlatlarini ziyorat qilib, bu siyosatni ilgari surguchi siyosiyon bo'ldi. Lekin Beijing tangponglashtirish siyosatini, ya'ni Amerikaning Osiyo strategiyasini izchil tahdid deb hisoblab, Amerika mushu siyosati bilan Jungoni cheklamoqchi deb qaradi. Shunlashqa Hillary Clinton xonim Jungo rahbarlarining ko'nglida gumon qiladigan kishi hisoblandi, yoki Jungo rahbarlari hozirgacha degidek Hillary Clinton xonimdan gumon qilib keldi. Yaponiyada diplomatlar jurnalida e'lon qilingan maqolada Jungoning o'g'usini qayintadigan bir ish Hillary Clinton xonim Sharqi Janubiy Osiyo ittifoqi munbarida Janubiy dengiz talash tortishining muqaddimasini boshlab berdi. Sharqi Janubiy Osiyo ittifoqi munbarida Janubiy dengizdagi bugun talash tortishi deydi Yaponiya, shu vaqtda Hillary Clinton xonim boshlab berdi. 2010 yılı Hillary Clinton xonim Sharqi Janubiy Osiyo ittifoqi munbarida Amerika Qo'shma Shtatlarining Janubiy dengizda erkin qatnash huquqi xalqaro qonunlarning qo'g'dishiga erishgan deb ko'rsatib, har qaysi davlatlarning Janubiy dengizga zamin talbi qo'yganligi qonunliq faktning desteklishiga erishgan bo'lishi lozimdir. Demak, shu vaqtda Jungo şu talabni qo'yayotgan, sening qo'yayotgan talablaring xalqaro qonunga uygunmi emasmi degan ma'noda har qanday talab xalqaro qonunlarning desteklishiga erishgan bo'lishi lozim. Bu so'z iboralar nurg'un kishilar Jungoning Janubiy dengiz egilik huquqi va 9 bo'lak siziq aniqlamasi qonunliq territoriya talablari degan so'zlarga qartilgan deb tushuntirgan. Hillary Clinton xonimning so'zi Jungoga qartilgan deb tushuntirgan. Buningdan g'azablangan Jungoning shu vaqtgi tashqi ishlar ministri Yang Jiechi intayin g'azablanib javob qaytarib, Jungo bir cho'ng davlat, atrofdagi davlatlar kichik davlat. Bu munozara talab qilmaydigan paket deb ko'rsatgan. Acaba Jungo hukumat davomli davlatdan cho'ng kichik yo'q, hammamiz o'xshash deydigan tan bu yerga kelganda Jungo cho'ng davlat, atrofdagi davlatlar kichik davlat debdikina. Bulardan başqa Hillary Clinton xonim Üçüncü dünya ellerini ziyaret qilganda siyosatning tegishini Jungoga qaratdi. Hillary Clinton xonim Afrikadagi davlatlarni ziyorat qilganda Jungoni ayblab yangi mustamlikchi deb ko'rsatdi. Jungo Afrikaga keldi, yangi mustamlikchi deb ko'rsatdi. Uyg'uristonning qo'shnisi Tashqi Mong'oliyani ziyorat qilganda Hillary Clinton xonim agar siyosiy erkinlikni ishga oshirmaydigan bo'lsa, bir davlatning iqtisodiy jihatdagi erkinligi o'zonga bormaydi deb ko'rsatdi. Demak, erkinlik va islohot, iqtisodiy taraqqiyot deganlar cho'qim siyosatga yoki erkinlikdan iborat, mushu siyosatga moslashgan bo'lishi lozim.
yuqorqi paketlarga asoslanib maqola yani bunda tahlil qilindi. Beijingning Hillary Clinton xonimdan bezor bo'lishi bak uzundan boshlandi. Xalq gazetining chet eldagi nashr nusxasi Clinton xonimning vazifasini qilishini oshkora tabriklab, Hillary Clinton xonim yakka yo'lliq siyosatni izchil yo'lga qo'yib, faqat Amerikaning manfaati ko'ngil bo'lib, boshqa davlatlarning sadosiga sal qaraydi. Çünkü Hillary Clinton xonim davlat ishlar kotibilik vazifasi 4 yil turib, ikkinchi yili John Kerry apandi o'ttirdi. Shu vaqtda Hillary Clinton xonimning vazifadan qilishini Jonga xo'sh bo'lib qarshi oldi edi. Maqolaning oxirida bunday ko'rsatildi. Gerçi Amerika'nın her nöbetlik prezident sayılımında prezidentlik namzat bolğanlarının hemmisi degüdek saylam jaryanı Jongoga qattiq pozitsiya qo'llansa mı Beijing bu saylam rekabetini herkes ko'ngliga almaydi. İbarlarını ko'ngliga almaydi. Yakında xafa bolup ketmeydi. Çünkü Beijing her qandaq bir namzat prezident bo'lib saylangandan keyin Jongoga qaratgan pozitsiyasi da o'zgarish bo'ladi deb qaraydi. Mesela Amerikada har qanday prezident saylam davrida har nima deydi, lekin saylanib prezident bo'lgandan keyin Jongo siyosatida o'zgarish bo'ladi deb qaraydi. Bu bir logika yoki bir mantiqiy yo'nalishdan Jongoliklar tutib olgan edi. Tarixi umumiy qarasak, Ronald Reagan, Bill Clinton, George W. Bush qatorliq Amerikaga prezident bo'lib saylangan rahbari erbapla hemmisi degidek alayda vaziyatni nazarda tutib, geopolitikalik reallikni nazarda tutib, Jongo bilan hamkorlashib ish qildi. Amerikaga yaqinqi mezgillarda prezident bo'lgan yuqorqi erbaplar geopolitikalik vaziyatni, yana boshqa vaziyatni nazarda tutib, Jongo bilan hamkorlashib ish qildi. Fakat Hillary xonim buning sirtida. Jongo Hillary xonim bor kuchi bilan Jongoni cheklash siyosatini yo'lga qo'ydi deb qaraydi. Shuning uchun Amerikada Hillary xonimning prezident bo'lib saylanishini Beijing herkes xohlamaydi, ko'rishni xohlamaydi. Misli bir mo'jiza. Fakat Hillary Clinton xonim Donald Trumpning oldini to'sa oladigan mavzuli xabar 2 ayning 29-kuni Angliya pul muomala gazetida e'lon qilindi tuniga. Xabar mundaq boshlandi. Kechtirib ishlagan ishning ishlamagani yaxshi. Amerikada saylamda Donald Trump eng oxirida Cumhuriyetçiler Partisining prezident nomzodi salohiyatiga erishishi mumkin. Goya muqimlashtirishga bo'ladiki, Donald Trump to'sib qilish, Trumpning saylam nomzodi bo'lishini to'sib qilish kechikib qoldi. Bu vaziyat Hillary Clinton xonimning zimmasiga tushishi mumkin. Bir meydan saylamda biz hech qachon ko'rib boqmagan bir mo'jiza o'ttiriga chiqishi mumkin. Bu qatim Amerika saylamida deydi. Amerikaliklar prezidentlik tüzüm tarixida ajoyib bir saylam raqobatining yuz berishiga tayyorlik qilib qo'ydi mu? Alayda bir ahvol ko'rilmaydiganlik bo'lsa deydi, pul muomala gazeti Angliyaning saylamning oxirgi natijasi shu bo'ladiki, cho'qim Hillary Clinton xonim prezident bo'lib saylanadi. 2016 belki Amerika'da barlık hamma narsa o'zgardi. Bugun dal shu 3-ayning 1-kuni shunday asosli saylam ketyapti. Hillary Clinton xonimning bir alayidligi shuki, Uyg'urlarni yaxshi biladi. Uyg'urlarning Amerikadagi faoliyatchilarini yaxshi biladi. Hillary Clinton xonimning ortiqchiligi. Shunga men shaxsan Hillary Clinton xonimga bir bilet tashlayman.